Alisher akam mutaxassisligi lor ekan, quloq burun kasalliklari bo'yicha. Endi bitta sizga oilaviy savol, bu jamiyatda ham ko'p bo'lsa kerak. O'sha haligi yoshlarimiz, bolalarimizda shu burun bitish holati kuzatiladi. Keyin o'sha onajonlarimiz darrov aptekaga chiq, darrov anondan deydi, o'sha bitta dori bor. Qisht qiladida, keyin shuni ochildi deb yuraveradi. Uni men ozgina biologiyadan xabarim bo'lganligi uchun bu narsa zararligini ozgina tushuntirmoqchi bo'laman. O'shani siz doktor sifatida bizga maslahat bersangiz, qilaylikmi shu ishni, qilmaylikmi? Umumiy o'sha burun bitish holatlari bolalarda ko'p kuzatiladi-da. Hozirda juda ham ko'payib ketgan. Hozirda shu ota-onalarimiz noto'g'ri tarzda shu burunga, ya'ni burunni ochadigan dorilarni juda ham uzoq muddatga noto'g'ri ishlatishadi. Uni hozir fursatdan foydalanib aytib olish kerak. Yiringli protsesslar bo'lsa ishlatish kerak. Unda ham doktorni, shifokorni tavsiyasi bilan. Ana. U dorini nojo'ya ta'sirlari juda ham ko'p. Eng asosiysi yosh bolalarda burun 5 kundan keyin burun doriga o'rganishni boshlaydi. Undan keyin burunning o'zini shilliq qavatlarini quritib, qonadigan qilib qo'yadi. Qonaveradi. Burunga ozgina tegsa ham qonab ketaveradi. Asosiy asoratlari shu. Endi bu narsani vrachni tavsiyasi bilan albatta qabul qilish kerak. Albatta, mana shu narsani men qo'shimcha qilib aytaman. Aniq o'zimda bo'lgan bu fakt. O'sha burunga tomizadigan holatni ko'paytirib yubordikmi, me'yorni oshirib yubordikmi? O'sha farzandimni davlinasi tushganligini o'zim bilganman, hushdan ketib qolgan. Shu narsa o'sha burunga tomizadigan, to'g'rimi? Agar adashmasam, o'sha doridan ko'p tomizib borsa, davlinani tushirib, isitma tushib ketib qoladi. O'zi umuman mana shu holatlarga olib keladi bu. Bolalarda surunkali bitishni sabablari, eng ko'p sabablardan biri nima? Masalan, bo'ladi, o'zimni jiyanim, opamning farzandi shu narsani tomdirmasa, u nafas ola olmaydi. O'rganib qolganda u. Xo'p, o'rgandi deylik. Shundan qanday, mana hozir juda ko'p onajonlarimiz ko'rib o'tirishibdi. Qanday chiqib ketish kerak shu narsa uchun? Endi bu narsadan chiqib ketish uchun birinchi nima sababdan boshladi? Sababini aniqlab olib, o'shanga qarab davo qilinadi. Uni sabablari juda ham ko'p. Hozir bitta to'xtalsak, ancha vaqt ketib qoladi. O'shaning uchun bu dorini ishlatish kerak emas, maksimalni. Vrachning tavsiyasi bilan kerak bo'lsa 5 kungacha mumkin unda ham. Masalan, o'tkir, yiringli yallig'lanishlar bo'ladi, unda ham vrach tavsiya qiladi, shu 5 kun, 7 kun. Undan ko'p mumkin emas. Demak, burun bitganda o'z boshimchalik qilib, dorixonadan uni olib tomizmasdan 1 kundayoq lor ko'rigiga borish kerak. Albatta. Va bilasiz, endi yosh bolalarda oddiy holda ham burni oqishi bo'ladi. Ozgina shamol tegadi, unaqa vahimali emas. Burni bitishi ham bo'ladi. O'shanda mana shu tomizadigan, sepiladigan narsalarni ishlatmasdan, uni o'rniga nima qilsa bo'ladi tabiiy ravishda? Tezroq bolani burnini tozalash yoki bo'lmasa burnini ochish uchun uy sharoitida. Uy sharoitida eng yaxshi varianti bu tuzli suv oddiygina. Fizrastvor deyishadi. Fizrastvor desa ham bo'ladi, endi aptekada fizrastvor sotiladi. Oddiy qaynab ilingan suvga ozgina yarim ложка tuz solib, aralashtirib, burniga 2-3 tomchidan 2 mahal, 3 mahal, 3 kun, 5 kun qilsa, yengil shamollash bo'lsa ham, allergik shamollash bo'lsa ham burunlarni quritib, yaxshilab beradi. Demak, o'sha fizrastvorni misol uchun 8 oylik yoki 6 oylik chaqaloqlarimizda ham burni oqishi bo'ladi, to'g'rimi? Bo'ladi. Tozalayotganda fizrastvorni sepib bemalol tozalasa bo'ladi. Bo'ladi. Bemalol, zararsiz, foydasi, lekin boshqa dorilarga nisbatan ancha yaxshi desam bo'ladi, boshlanishida. Tabiiy ravishda. Tabiiy ravishda eng zo'r variant o'sha hozir.